Hamma uchun vijdon erkinligi kepillik beriladi. Har kim o'zi qaragan dinga siynuvi, yamasa hech qaysi dinga siyinmoq huquqini ega. Diniy ko'zqarashlarda majburiy singdiruvga yo'l qo'yilmaydi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 35-statyasi. Har kim fikrlash, so'z va e'tiqod qilish huquqiga egadir. Shuningdek, internet tarmog'idan ma'lumotlarni olish, izlash va tarqatish huquqiga ham egadir. Davlat internet jahon tarmog'idan foydalanishni ta'minlash uchun shart-sharoitlar yaratadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 33-moddasi. Гражданин Республики Узбекистан и государства связаны взаимосвязанными правами и обязанностями. Права и свобода человека закреплены в Конституции Республики Узбекистан, и никто не вправе без суда лишить или ограничить их. Статья 20. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi 6 bo'lim 26 bob va 155 ta moddadan iborat. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi 2023-yil 30-aprelda referendum orqali xalq tomonidan qabul qilingan. Har kim ten sog'lig'ini saqlov ham bepul meditsinалық xizmatdan foydalanish huquqina ega. O'zbekiston Respublikasi fuqarolari meditsinалық jazomning kepillangan miqdorini nizomda ko'rsatilgan tartibda mamlakat hisobidan olish huquqina ega. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 48-statyasi.